usuli va uslubi turlicha. Odamlarda bir xil bo'lmaydi, ularsa bir xil bo'lmaydi va bunda sizni so'zni umuman cheklanmaydi. Mana bunday deyish mumkin emas, mana bu so'zni ishlatish mumkin emas degan so'z yo'q. Siz istaganingizcha so'zlashadi, faqat vaqtni ko'p oladi. Siz yaxshi o'xshatdingiz. Ayting mana. Qabul qilishim, shunga muvofiq bo'lishi kerak. Sektorga umuman отчетность kerak emas. Xususiy sektorda siz haqingizda natija kerak. Ommaga, aholi ko'proq bilish kerak. Munosabatingiz aniq bo'lsin, aniq. Shoshilsanglar ham aniq bo'lsin, lo'nda bo'lsin, yoqada ko'prik yonmaydigan bo'lsin. Barcha platformalarda izchil va bir xil tasavvur yaratishga yordam beradi. Content ekotizimi. Bu ham feedback bo'ladi-da. Mana bizga shunaqa murojaat keldi, mana biz tezkorlik bilan yo'lga chiqdik, mana shu tarqatilyapti. Muammo bartaraf qilindi. Bu ham ishonch uyg'otadi, ham sizda feedback bo'ladi. Nutq madaniyati ikkita ko'rinishi, lekin nutq madaniyatining tepasida, cho'qqida notiqlik turadi. Uni ham tepasi bor. Buni fasohat deydi. Cho'qqini cho'qqisi bu. Qoya. Buning uchun muayyan g'oya bo'lish kerak, inson voyaga yetgan bo'lish kerak. Buni anglash uchun. Tomoshabinga juda ham yaxshi yetib borish uchun mukammal tarzda ishlaydi. Asosan shu harakatlar hissiyot bilan ifodalanadi. Tatbiq bilan tatbiq etilishi va uning afzallik jihatlari bo'lmaydi. Afzal jihatlari bo'ladi yoki afzalliklari bo'ladi. Sizlarni men xohlayman shu viloyatlarda borib, sizlar master klass o'tishlaringizni xohlayman. Ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda qilingan va sizning ushbu 3 kunlik o'quvda ishtirok etganligingiz shunchaki emas, muvaffaqiyatli ishtirok etganligingiz uchun beriladi. Demak, birinchisi Xudoyqul va Feruza Ergashevnaga. Farg'ona suv ta'minoti axborot xizmati rahbari Ahror O'tanbayev.